Do'stlar, mana ko'taryapmiz. Ehtiyotkorlik bilan albatta. Assalomu alaykum azizlar. Sizlar bilan kichik tanaffusdan keyin Retro Cars loyihasi boshlovchili akajovoq. Sizlar o'zingizlar Gaz 2102 ni tanladinglar. Barchalarga rahmat. Bu mashinani egasidan olib ketishga keldik. Hozir kuzatib boringlar. Juda ham zo'r kontentli ulashamiz. Ishoninglar, juda ham hayajondaman, chunki bu mashina 10 yil turgan ekan. Do'stlar, mashinani egasi aytishiga qaraganda 10 yildan beri yotgan mashina. Lekin mana o'zi bu yoqlarda mana ko'ryapman, chizilgan joylari, mana bitta qirilgan joylari, chunki o'zi necha yillik mashina, lekin bu mashinani hamma biladi. Birinchi o'rinda meditsinaga ishlatilgan, 103 cc bo'lsa. Do'stlar, qiyin tarafi nimada? Rul umuman ishlamayapti, burilmayapti. O'shaning uchun oyoq yordamida yoki qo'l yordamida tortib, tekis qilib olib chiqamiz. Do'stlar, mana ko'taryapmiz. Ehtiyotkorlik bilan albatta, chunki yo'qda ozgina joy qolgan. Eski mashinada turgani uchun bir-biriga juda yaqin bo'lib qolgan. O'shaning uchun hozir tortishga harakat qilyapmiz. Mana ham kelinglar, yordam bera qoling, turmaylik. Do'stlar, hozir yana ozgina qaytarib tushiryapmiz. O'zimizdan jaydaricha variant taxta qo'yib turib, uni tekislab olib chiqamiz tepaga hozir. Do'stlar, juda ham xavfli. Bilasizlar, kichkinagina xatolik qimmatga tushishi mumkin. O'shaning uchun professional jamoa, professional komanda chaqirganmiz, ortyapmiz. Ko'rib turganingizdek, bu yoq balon vobshe puchayib ketgan, umuman yurayotgani yo'q, hechki diskda aylanyapti. Mana bu yoqda balon ozgina tiqilib qolibdi, uni qo'l bilan itarib zo'r. Do'stlar, va nihoyat olib chiqib oldik mashinamizni. Xudo xolisa sizlar bilan birgalikda mashinani ipidan ignasigacha ko'rsatamiz. Nima ish qilamiz, qanaqa mashinani detallarini almashtiramiz, qaysi holatda mashinani zavod holiga qaytarishimizni birma-bir ko'rsatib boramiz. Aynan Volgani kuzatayotgan, Volgani sevuvchi akalarimizga, amakalarimizga, tog'alarimizga, luboy insonga jo'natib qo'yinglar, chunki bu narsani hali hech kim qilmagan. Birinchi bo'lib o'zimizni zavod holatiga qaytarib, mashinani o'z egasiga topshiramiz. Menimcha sizlarga ham qiziq bo'ladi. Retro Cars o'zi kuzatishda davom etinglar. Sizlar bilan boshlovchilar akajovoq. Endi bu mashinani ustaxonaga olib borib, sizlar bilan birgalikda obzor qilamiz. Oka, ketdi.